15 million so'mga tayyorlagan mana mebellarimiz uстановкасы tugadi. Bu tomonda kuvunimiz, bu joyimizda ukologimiz bor. Endi bu ishimizni sizlarga qisqacha obzorni qilamiz. Bu ishimizda Bo'zga olib kelganmiz, Andijonga, Bo'z degan joyga. Hop, kuvunimizni bir chekkadan ketsak, bu yerda moyka simistitili. Sushurkasi. Bu musor paqirini ham yaqinroq ko'rasiz, mana. Musor paqiri bor. Bu tomonda qosh so'radigani ham bor mana. Paladonni ham o'zi tortib kelib ketaveradi. Hamma mexanizmlar yaxshisidan qo'yilgan. O'sha mashinalar ham o'shandir, akril materialdan bo'lgan. Bu yerda duxovka, gaz, vitichka. Vitichkasi tepalariga ham o'rab berganmiz mana. Razvedkalar hamma yo'q o'nda tartibli joylashyapti. Endi bu yerga kelishimizdan oldin men kelib razvedka, kafillarni o'rnlarini belgilab ketganman. Shuning uchun mana razvedkalar hamma yo'q o'nda turibdi. Hop, bu yerda mana duxovka, gaz, vitichka komplet bo'lyapti. Bu joyimizda mikrovalnovkani o'rni. Hop, tepa tomonlariga ham mana ikkitadan polga qo'yib berganmiz. Nasoslargacha qo'yilgan. Pastlarida ham polkalari bor. Bu yerda xolodilnikni o'rni, xolodilnikni boshqa olinadi. Hozircha bu vaqtinchalik xolodilnikga. Mana kattaroq razmerdagi xolodilnikka moslab qo'yganmiz. Tepalarni ham o'rab berganmiz. Endi to'g'risidan olasiz, to'g'risidan. E'tibor bergan bo'lsanglar, ikki yonboshiga ham reyka qilib qo'yganmiz. Akrildan mana eshik bu tomonga ochilsa ham, devorga tegib qolmaydi. Bu tomonga ochilsa ham to'liqroq ochiladi. Shuni hisobiga ikkita tomoniga reyka qilib tepalarni ham o'rab berganmiz. Endi bu tomonda o'g'logimiz razmeri bo'lsa, 280 ga 210 bo'ldida, ikkovi bo'lib 15 million so'mga bo'lgan. Ikkovi bo'lib. Hop, bu ukologimiz sondorli bo'lgan. Hozir ichlarini ham bir qator ochib ko'rsataman. Mana bittasini ochib ko'rsataman. Mana. Ichkari tomonlariga ham narsa qo'ysa bo'laveradi. Mexanizmli bo'lgan, laminatdan bo'lgan. Mana ichlari ham to'g'rilasa yaxshi. Salafani borligi uchun yopilishi qiyin bo'lyapti. Hop, mana ochlarni to'g'rilab qo'yamiz. 3 ta pufiga bitta xona bilan. Mana shu ishlarimiz bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon nomerim 90 572 93 94. Shu nomerda Telegram bor, aloqaga ham chiqsanglar bo'ladi.